Salom do'stlar. Sizlar bilan yana Dilaz Gamer. Bugun sizlar bilan hozir odamlarni sonini ko'paytirib qo'ygan olmosga ketiramiz. Keskiravish. Rezon 48 dolarimiz bo'ldi. Xo'sh. Men ko'pincha fitness beraman. Fitnessda texnika ham bitta bor ekan. Texnikani bitta bosib ko'ramiz. Abamiyanga tushdi. Abamiyang udariga tushdi. Fitness. Xo'sh, Holland 90 Vini'da bitta yuz chiqdi, Hollandda ham bitta yuz chiqdi. Yana bitta. Bu safar kimga tushar ekan? Ronaldo. Yaxshi kuchayapti Ronaldo bilan Mikhail Mudrik. Xo'sh, birdan center backlar endi almashtirib olamiz. Trend. Keyingi videoda ko'proq olmoslar to'playman. Shundan keyin tarkibni full qilamiz. Shunchaki menga 100 ta obunachi kerak. Buni sizlar qilmasizlar. Fake account ochib o'zim bosmayman-ku. Menga podpisatsiya bo'ling. Keyingi videolarim undan da qiziq bo'ladi. Shu video 2000 ta like yig'sa, account full qilib olmosda 1000 tadan oshiramiz. Agar shu video 2000 ta like bo'lsa va kommentariyada Dilasa degan so'z qoldiring. Dilasada eng kommentariyasi ko'p like yiqqan odamga bitta sezon pas mendan javob. Shuncha menga podpisatsiya bo'ling va bitta sezon pas. Mayli. 3 kishiga sezon pas tashlab beraman. Menga obuna bo'ling, shu videoga like bosishingiz kerak va kommentariyaga Dilasa yozganingizdan keyin eng ko'p like yiqqan kommentariyaga bitta sezon pas tashlab beraman. Gapim gap. Shunchaki obuna bo'ling.